Resume UV dasturini o'rganishda davom etamiz. Birinchi aytib ketmoqchiman. 3D Max'dan Resume UV ga eksport qilish uchun obyektlarimiz poliga konvert qilingan holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Bunday holatda eksport qiladigan bo'lsak, mana shunaqangi yozuv chiqadi. Poliga konvert qilamiz. Eksport qilamiz. Demak, ba'zi bir instrumentlarni ko'rib o'tamiz. Birinchi instrumentimiz liniyaga tegishli bo'lgan instrument, ya'ni bu instrument haqida siz xabardorsiz. Liniyaga 2 marta bosadigan bo'lsak, loop orqali liniyalar ketma-ketligini belgilashimiz mumkin. Lekin agarda potok mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, bu amaliyotni bajara olmaymiz. Mana shunaqangi vaziyatlarda biz bitta liniyani belgilaymiz, shift bosib, keyingi liniyani belgilaymiz. Klasterda joydan siljitish uchun klaviaturadan D va mishkani o'rta tugmasini bosib, mana shunday holatda joyini o'zgartirishimiz mumkin. D va mishkani chap tarafini bosib, masshtab qilishimiz mumkin. D va mishkani o'ng tarafini bosib, aylantirishimiz mumkin. Demak, ko'ramiz, klasterimiz ozgina burchaklik bo'yicha turibdi. Burchaklikni ozgina ko'taramiz, tushunarli bo'lishi uchun. Agar klasterimiz mana shunaqangi poligonlardan, ya'ni to'rtburchak poligonlardan tashkil topgan bo'lsa, biz buni avtomatik to'g'rilashimiz mumkin. Klaviaturadan shift head bosib, horizontal bo'yicha to'g'rilashimiz mumkin. Shift V bosib, vertikal bo'yicha to'g'rilashimiz mumkin. Buni mana shu instrumentlar yordamida ham bajarishimiz mumkin. Lekin agarda poligonlarimiz uchburchak poligonlar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa vaziyatda birinchidan belgilashimiz qiyin bo'ladi. Mana shunday holatda shift bosib belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. C deb bosamiz. Endi markaz bo'yicha ham chokni hosil qilamiz. Endi bu klasterimizni tekstlatishimiz kerak bo'ladi. Teksturaga ahamiyat berasiz. Noto'g'ri holatda ko'rinyapti. Buni tekstlatish uchun bu instrumentlardan foydalana olmaymiz. Shuning uchun buni tekstlatish uchun boshqa variant tekstlatishimiz kerak bo'ladi. Kerakli liniyalarni belgilab chiqib, aynan liniyalarni tekstlatishimiz kerak bo'ladi. Horizontal bo'yicha tekstlatishimiz mumkin, vertikal bo'yicha tekstlatishimiz mumkin. Baholovchi teksturaga ahamiyat berasiz. Faqat chegaradagi liniyalar tekstlanganligi sababli mana shunaqangi holatda tortilgan holatda turyapti. Endi mana shu instrumentlar yordamida belgilab turgan liniyalarimizni harakatdan cheklaymiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, constraints instrumentlari bu poligonal instrumentlarda ham mavjud. Ko'rib o'tgandik. Esingizdan chiqqan bo'lsa, yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Ayni holatda horizontal bo'yicha liniyalarimiz joylashib turibdi. Shuning uchun mana shu instrument yordamida bu liniyalarni harakatdan cheklaymiz. Endi mana shu instrument yordamida
klasterlarni tinchlantirishimiz kerak bo'ladi. Hozir tortilgan holatda turibdi. Bu instrumentimiz optimize deb nomlanadi. Agar 3D Max tili bilan aytadigan bo'lsak, relax instrumenti hisoblanadi. Buni klaviaturadan tugmasi O harfi hisoblanadi. O'ni bosamiz, mana shunday holatda klasterni tekstlatib beradi. Ba'zi joylari mana shunday holatda, tortilgan holatda turadigan bo'lsa, yana bir necha marta O'ni bosib tekstlatishimiz mumkin. Davom etamiz. Yana ba'zi bir instrumentlarni ko'ramiz. Demak, poligonlarni belgilaymiz. Magic Wand degan bo'limda o'chamiz. Bu bo'lim instrumentlari 3D Max'dagi burchaklik bo'yicha belgilash instrumentlariga o'xshaydi. Ko'ramiz, ikki xil varianti bor. Mana shunday holatda to'liq klasterlarni belgilashimiz mumkin. Bu yerda burchaklik darajasini tushirib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi ko'rinish ham bor. Mana shunday holatda ishlaydi. Ya'ni belgilashimiz bo'yicha markaz bo'yicha ishlaydi. Endi to'g'risi bu instrumentlarda ishlash algoritmini tushunish shart emas. Sababi har xil vaziyatda har xil ishlashi mumkin. Kerak bo'lishi mumkin ba'zida mana shunaqangi holatda poligonlarni belgilab seed bosamiz. Mana shu belgilangan poligonlar bo'yicha choklarni hosil qilib beradi. Ko'rib chiqasiz, mustaqil bu yerda mana shunaqangi instrumentlar mavjud. To'g'risi men bu instrumentlardan foydalanmayman. Ko'rib chiqasiz, balki siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Asosan mana shu birinchi burchaklik darajasini oshirib, vaziyatga qarab, shunday holatda poligonlar orqali choklarni hosil qilaman. Davom etamiz. Yana bir instrument haqida gapirishim kerak bo'ladi. Misol uchun choklarni hosil qildik. Deylik, bu choklarni noto'g'ri holatda hosil qilganmiz. Endi bu choklarni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Buni o'chirish uchun choklarni belgilab, klaviaturadan W harfini bosamiz yoki mana shu yerga bosamiz. Endi mana shu instrumentlarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda mana shu klasterlarni joyini o'zgartiruvchi instrumentlar mavjud. Misol uchun mana shunday holatda birinchi belgilaymiz. Aylantirishimiz mumkin. Joyini o'zgartirishimiz mumkin. Har xil o'qlar bo'yicha. Ko'rib o'tasiz, bu yerda transform bo'limidan tashqari soft selection bo'limi mavjud. Bu instrumentlardan foydalanmaymiz. Grid bo'limi mavjud, ya'ni ikkita ko'rinishdagi setka bilan ishlovchi instrumentlar. Misol uchun setkani ko'rintirmasligimiz mumkin. Bu yerda setka kataklarini o'zgartirishimiz mumkin. Bu bo'lim yordamida setkani takrorlashimiz mumkin. Mana shunday holatda yudimni deylik o'lchamini oshirishimiz mumkin. Keyingi bo'lim yordamida esa yudimni ko'paytirishimiz mumkin.